alaykum qizlarjonlar. Ana kuni o'qishdan qaytayotganimda yonimga bitta qiz kelib o'tirdilar. Ular endi ulardan shunaqangi zo'r hid kelyapti. Eng qizig'i bu hid ularning sochlaridan kelyapti. Har sochlarini qimirlatganlarda, to'g'laganlarda hamma joyga shu hid tarqabyapti. Men o'zim atirlarga, parfyumlarga qiziqqanim uchun ulardan so'radim, nima shampun ishlatasiz? Ular aytibdilar, bu shampun emas, bu yuvilmaydigan krem sprey. Men eshitmaganman bunaqasi haqida, so'radim, qatdan zakaz qilgansiz? Ular podarka qilishgan, bozordan olganman, ot esimda yo'q, rasmi yo'q deb o'tirmasdan boshqa qizlarga o'xshab siz qatdan olganlarini aytdilar. Va tabiiyki men uni zakaz qilib ishlab ko'rishga ham ulgurdim. Hozir sizlarga ko'rsataman. Va bu Olin brendidan shunaqa nesmvashi krem sprey ekan. Maslahatim buni screenshot qilib olinglar, rosa kerak bo'ladi. Bu qanaqadir atirmas yoki shampun hid emas, boshqacha hid. Ma'lum bo'lib bo'lganim uchun sizlarga ro'molga sepib ko'rsataman. Bu svejinki bir nima hid kelarkan, men tasvirlab bera olmayman. Har kuni ukladka qilib yuradiganlar yoki o'zidan приятный hid kelishini xohlaydiganlar aynan sizlar uchun ekan. Nafaqat ukladka, balki ro'mol ustidan sepinglar, kiyimlar ustidan atir qilib ishlatinglar. Shunaqangi hidi zo'r, shunaqangi sevib qolasizlar. Men har doim sizlarga yaxshisini ulashganim uchun sizlar bilan ham buni ulashkim keldi. Ishlatib ko'ringlar. Ishlatib ko'ringlar. Ishoninglar, sevib qolasizlar ham buni hidini.